Men ajrashdim. Ajrim hujjatlarini hammasiga bugun imzo chekdik. Endi boshi ochiq ayolman. Qoyil. Xursandmisiz? Judayam xursandman. Chunki niyatimga yetdim. Sendan qasos oldim. Tushunmadim. Nima? Sen muhabbatimni topding, esingdami? Meni mensimagansan. Seni qanchalik sevishimni bilib turib ham boshqasiga tegib ketding. To'ying bo'layotganda seni oq libosda ko'rib, o'zimga o'zim va'da bergandim. Mana bugun ana shu va'damni bajardim. Nimalar deyapsiz? Hazillashyapsizmi? Qanaqa qasos? Menga uylanasizmi? Nima? Sengami? Turishingni qara. Hey, seni menga uylanaman. Uni ustiga er ko'rgan bolali ayol bo'lsang, ha? Men esa uylanmagan bo'ydoq bo'lsam, aytgancha. Kelasi oy to'yim. Onasi o'pmagan 18 yoshli qizga uylanyapman. Sendan juda ham chiroyli. Axir qanaqasiga shunchalik mablag' bo'lasizmi? Cho'zma. Axir men seni deb ajrashdim. Oilamni barbod qildim. Bolamni yetim qilib otasidan ayirdim, bilasanmi? Battar bo'l. Xo'sh. Qalay bo'lar ekan? Sen ahmoq. Meni shirin so'zlarimga uchmasliging kerak edi. Agar sen oilani qadriga yetganingda, ering va qaynonangni hurmat qiladigan ayol bo'lganingda ajrashmasding. Men seni deb ajrashdim-ku. O'chir ovozingni. Sen men uchun emas, o'zing uchun ajrashding. Zaynab qanchalar xudbinsan. Sen faqat o'zingni o'ylagansan. Esingdami? Senga qancha yolvorganim, ha? Meni gaplarimni bir tinga olmading. O'sha boy xonadonni tanlading. Meni mensimading. Xo'sh? Sen hali ham o'zgarmagansan. O'sha xudbinsan. Mana endi yasha. Men his qilgan tuyg'ularni sen ham his qilib ko'r. Ha, aytgancha. Taklifnomani uyingga jo'natarman. To'xtang. To'xtang, Javohir aka. Ey Xudo, endi nima bo'ladi? Hammasi barbod bo'ldimi? Ey Xudo, nimalar qilib qo'ydim? Gulday oilam, Gulday oilam. Ey Xudo, nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qilib qo'ydim? Sen qiz nimalar qilib yuribsan-a? Nima qilganing bu? Qaragin qizning ahvolini. Qayerda eding o'zi shuncha vaqt? Hech qayerda. Sen menga qara. Sen qiz ering bilan ajrashibsanmi? Dadang bilan ukang eshitib darg'azab bo'lib o'tiribdi. Seni ko'rarga ko'zi yo'q. Shunchaki arazlashib qoldik deganding. Men yarashib olishadi, vaqt kerak deb kutib yurgandim. Sen bo'lsa qonuniy ajrashib bo'ldingmi? Ajrashdim. Nimaga ajrashding? Mana u bo'lachi. Ko'zingga ko'rinmadimi? Endi buni kelajagi nima bo'ladi? Dadang bilan ne niyatlarda seni uzatgandik? Nega o'z boshimchalik qilib ajrashasan? Nega? Nega bizni hech narsadan xabarimiz yo'q? Xato qildim, oyi. Bilmasdan tuzatib bo'lmas xato qilib qo'ydim. Hey qiz, esing qayerda edi seni? Nimaga dovdiragansan? Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Nega hozir hech narsani gapirmay, oyi? Uyga boraylik, bafurcha gaplashamiz, oyi. Uyga? Qanaqa uy? Qaysi uyga bormoqchisan? Sen uying yo'q. Ota uyingga endi bora olmaysan. Dadang bilan ukang seni hech qachon kirgizmaydi.
Oilang bilan ajrashganing uchun seni pichoqsiz so'yishadi. Unda qayerga boraman? Qayerga borsang boraver. Menga desa, ko'chada qol. Lekin ostonamga qaytib kirmaysan. Oyi, unaqa qilmang. Men ko'chada bolam bilan qolamanmi? Boshqa boradigan joyim yo'q-ku axir, oyi. Zaynab, seni oilang, farzanding, o'z uying bor edi. Hammasini o'zing yo'qqa chiqarding. O'zing pishirgan osh, aylanib ham, o'rgilib ham o'zing ichasan. Oyi! Oyi, to'xtang! Iltimos, meni kechiring, oyi! Men o'ylamas ham mana shundan biringiz o'ylang, oyi! To'xtang, oyi! Yaxshilikni yaxshi ko'raman do'stim, yomonlik holingni so'rgim kelmaydi. Yaxshi yomonni uchratib o'sdim, yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Men osmonda emas, yerdasan sen ham. Bordur o'zingda ham kamchilik yo'q. Ortimdan g'iybatin qilsang ham har dam, yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Charchamat tolma, bir kun qarshimda uyalib qolma. Joningni olmayman, xavotir olma. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Menga tosh otmagin, bosh yoraman deb. Og'irlik qilar urinma hadeb. Sendaylar yuribdi pushaymonlarga. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Yomonliging qachon bo'ladi ado? Yuraging chidolmay qolmasin nado. Senday yomonlardan asraydi Xudo. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi.